Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardagi qarindoshlarım, hammalarning shu vaqti ve bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan sizlarga Allohning cennet salomini berib o'tiribman, qadrli qarindoshlar. Bugün bu biz ügünüp kelayotgan birlikte pasif yaxshidin aktif yaxshiga degan bu darsni qiladiganға vaqt ajratolmay meni hozir sizlar bilan birga ekran orqali yuz ko'rishib turibmiz, qadrli qarindoshlar. İnşallah bugungi darsimizni xotirjam tamamlashga Allah ikimiz nasib qilsin. Keynimizdeki xat 10 chiqdi degan gap. Anda bo'lsa bizga mashhur kitobningki pasif yaxshidin aktiv yaxshiga degan xatimi sizlarga 10 ko'rindi degan gap qadrli qarindoshlar. Buni biz tungan so'zlab 131-betga kelgandik. Eğer kullanmada şu kitap bağ qarindoshlar 131-betni açsanlar bo'ladi. Eğer bo'lmay qolgan bo'lsa, men hozir yozib etay. Tor kitap deb. Yani yazılışımızı reklam astı bo'lardi. Tor kitap. Yani Facebook'ten Tor kitap deb izlesanlar, aldığında bir grubu çıkıdı. Şeyde biz ustazdınki tercüme qilgan eserlerini PDF Tor kitap nusxasını koyup koyalım. Şunlaşkımı o grubun ismini Tor kitap deb koyup koyduk. Bugungi temada adeta pasif yaxshidin aktiv yaxshiga o'tishninki aylanishninki 3A formulasi degan formulani o'rganib o'tdik, qadrli qarindoshlar. Birincisi aşık, ikincisi adayish yani atash, üçüncüsü nimeti aidiyet yani ait buluş bir taraf bir yerga bir nimege tava buluş. Şu aidiyet zaten nimege tava buldu ekanmiz, nimege taalluq buldu ekanmiz. Şu to'g'riliq bo'lgan darsdagi ayig'idagi mavzulardan sahih yani ishonchlik to'g'ri bo'lgan aidiyatdan saxta bo'lgan aidiyatga onundan keyin jamoat bilan jamoatning farqi. Ondan keyin kema Kan'anning qalbida bo'lmasa, Kan'an kimining ichida bo'lmaydi. Onundan keyin bo'lsa bir aidiyet mektebi Darul Erkam degan mavzu bilan bu 4 temi bilan bugungi o'rganishimizni tugatganmiz, qadrli qarindoshlar. İstanbul'daki qarindoshlar nisbatan bek kech bo'lib ketdi, ammo boshqa yerdagi qarindoshlar, balki Amerikadagi qarindoshlar nisbatan aytgan taraf, yani shanba kuni balkim dam olishi mumkin ko'pincha odam. Yaponiyadagi qarindoshlarımızga nisbatan biraz sehermi kelishimi mumkin, qadrli qarindoshlar. Yani sahih ishonchlik bo'lgan aidiyat. Sahih ishonchlik bo'lgan, to'g'ri bo'lgan aidiyatdan saxta bo'lgan aidiyatga debdim. Prinsiplarga ve qadriyatlarga bo'lgan aidiyat insonni prinsipsiz ve qimmat qarashsiz qilish vabosidan qo'g'daydi. Bu iki vaba bugünkü dünyanın en xatarlik vabası bulup, prinsip ve qimmat qarashsizlik, nihilizm yani nihilizm her narsani ijtimai örüp adetlerini inkar qilishni keltirib chiqaradi. Hakikat düşmanı ve qimmat qarashsizlik ideologiyasi bo'lgan nihilizm
eng xatarlik axloqsizlik bo'lib, u har qanday narsaning ma'nisiz va maqsadsiz ekanligi tushunchasi asosiga qurilgan. Agar mavjudiyat ma'nisiz va maqsadsiz bo'lgan bo'lsa, bir yaratquchiga hojat yo'q deganlik bo'ladi. Bir qanoti materializm, yana bir qanoti panteizm. Pan ilahlichlikqa tutashgan, ilahchilikqa tutashgan nihilizmning dunyosi kuch ilahlashtirilgan, axloqiy chek-chegarasi bo'lmagan bir dunyo bo'lib, uning yer shari xarakterlik shuari bo'lgan hechning hindizmdan ko'chirilib, islom irfoniga yamalgan tilsimatchilikning bu ummatni yoshurun halda zehirlegenligi haqida qisqacha to'xtalib o'tayli. Aidiyet mana bu sebepten taqvo bo'lib, prinsip va qimmat qarashlarga aidiyeti bo'g'uchi chek-chegarasi maydoni bo'lgan kishidir. Haddi bo'lmagan kishi haddini bilmaydi. Belgilik chek-chegarasi bo'lmagan maxluqning qilolmaydigan ishi yo'q. Qimmat qarashlarga aidiyeti bo'lgan kishi aidiyet bo'lgan qimmat qarashlarini dafsanda qilmaydi. Aksicha ularni muhofazat qiladi va ular bilan o'zini qo'g'daydi. Bu nuqtada aidiyet kishining o'zini o't, ya'ni azobdan qo'g'digan bir taqvo libosiga o'xshaydi. Aidiyet özünü qo'g'dashdir. İnsanni prinsip ve qimmat qarashdan mahrum qilish himoyasiz qoldirganlik bo'ladi. İnsanning islomdagi qimmat va aidiyatda his qilib yetgan aminlik tuyg'usini zamonaviy kishilar banka inovat karti ve istirxonaga yuzlandirdi ve yuzlantiryapti. Lekin banka inovat karti ve istirxoniya insonga ta'minlagan xotirjamlik tuyg'usi insonning mavjud bo'lib turish ehtiyojini qondira olmaydi. Kapolat deb bizga sunilgan bu narsalarning ba'zida inson uchun qanchalik xatarlik narsaga aylanganligi hammamizga ma'lum. Kapolat deb atalganlarning aslida mevcut bulup duruş bexatarligiga xavf yetkazadigan birer trova eti ekanligi uzun o'tmasdan ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lmoqda. Bugun ma'lum bo'lmasa, kelgusida ma'lum bo'ladi. Aidiyet insonni yolg'izlikdan saqlaydigan bir ma'naviy atmosfera bo'lib, insonga o'ziga xos, o'ziga o'xshash aidiyati bo'lgan kishilar to'pini shakllantirdi. Bu atmosferaga ega bo'lish hayotga ega bo'lishdek muhim ahamiyatga ega. Yer yuzida hayotning mavjudligini saqlayotgan omil quyosh deb qaraldi. Agar atmosfera bo'lmagan bo'lsa, quyosh hayotning emas, o'limning manbasi bo'ladi. Hayotning manbasi tuproq deb qaraldi. Lekin tuproq boshqa planetlarda bor. Su hayotning manbasi deb qaraldi. Lekin Mars va Venerada nəhayət ko'p miqdarda suv bor, ammo hayotlik yo'q. Hayot uchun atmosfera qaysi darajada muhim bo'lgan bo'lsa, inson uchun jamoatmo shu darajada muhim. Yalğız yashash zamonaviy davr insonini kutib turayotgan eng chong xatardan birisi. Yani zamonaviy fan texnika insonga elib kelgan ne'matlar insonni bağlansiri yalğızlaştırmakta. Mesela internet hayatını insansızlaştırmakta ve insan bağlansiri yalğızlaşmakta. İnsanı öz kulu bilen tutuşunun onuğa insanın ekrandaki görünüşünü tutuşunu tanımakta. Yani xiyal hakikatinin kölengü aslının çeliqish ameli bo'lishdan oldiga o'tyapti. Bu nihoyatda xatarlik bir o'yin. Aidiyatni mudofaa qilish
mana bu qıltaqni buzib tashlaydi. Çünkü bugün zich girelişip ketken halda hayatımıza sınıp kirgen sadasız hücumlarga uçuravatımız. Bularni tüvendikidek bir qancha türge ayırış mümkün qadirli qarindoshlar. Birinci şəxs qaratılgan hücum, ikincisi ictimai cemiyetke qaratılgan hücum, üçüncüsü organlarga qaratılgan hücum. Şəxs qaratılgan hücumga şəxsiyet bilen qarıştırılmalıdır. İctimai cemiyetke qaratılgan hücumga cemaat bilen, organga qaratılgan hücumga organ bilen karşı turgulu buludu qadirli qarindoshlar. Emdeki mavzu qadirli qarindoshlar, Qur'on neslinin yeniden berpa qilinish uchun pasif yaxshidan aktiv yaxshiga. Mavzu nima degan chaqda jamoat bilan jamoatning farqi qadirli qarindoshlar. Meyli qabul qilsin yoki qabul qilmasin, bugungi kunimizda har kishining bir jamoati bor. Mening jamaatim yo'q deyish bu reallikni o'zgartirmaydi. Ularmo jamaatim yo'q deganlar jamoatiga mansub. Aql hamkorligi bo'lmagan joydagi shaxslar o'zini jamoat emas, kollektiv yoki odamlar to'pi deb atash mumkin. Kollektiv kislotadek eritish xususiyatiga ega bo'lib, erib ketmaslikning chorasi aidiyat egisi bo'lishdir. Qadirli qarindoshlar. Jamoatning eng cho'ng dushmani jamoatchilik bo'lib, bu kunimizdagi shakli o'zgargan qabilabozlikdir. Jamoatlik bo'lish ortiqchilik, jamoatchi bo'lish ayibdir. Jamoatchilik jamoatdan iborat foydali hukmni zaharlagan saqaymas kasal bo'lib, bir shaxslarning zihnida jamoat salbiy ta'sir qoldirgan bo'lsa, buningga jamoatchilik qilmishi sababchi bo'lgan. Bir islomiy ijtimoiy qurumining jamoat yoki jamoat bu qurilmaga mansub bo'lgan birisining jamoatlik yoki jamoatchi ekanligini tuvandagi o'lchamga qarab ayıra olamiz. Birinchi, haq, ya'ni men haq to'g'ri, men haq talibi degan va cho'ng bir oilaning bir parchasi ekanligini bilganlar jamoat bo'ladi. Haq menda degan jamoat bo'ladi. Jamoatning da'vosi haqiqatning vakilligini emas, balki haqiqatga hurmat qilish. Haqiqatning vakillik da'vosi haqiqat ustidan monopollik shakllanishga elib bordi. Bu jamoatni qara guruhga aylantirib qo'ydi. İkincisi, ümmetning menfaati bilan jamoatning menfaati to'qinishib qolganda, ümmetning menfaatini oldingi o'ringa qo'yganlar jamoat guruhning menfaatini yani ümmetning menfaatini oldingi o'rin qo'yganlar jamoat, guruhning menfaatini oldingi o'rin qo'yganlar jamoat bo'ladi debdi. İkinci, ümmetning menfaati bilan jamoatning menfaati to'qinishib qolganda, ümmetning menfaatini oldingi o'rin qo'yganlar jamoat, guruhning menfaatini oldingi o'rin qo'yganlar jamoat bo'ladi degan bo'lsa, üçüncüsü-de qo'liga kelgan imkon, fursatni ishlatganda layoqat ahli bo'lishning o'rniga jamoat ahli bo'lishni tanlaganlar jamoat guruhiga mansubiyatni layoqat va ahli bo'lishning oldiga qo'yganlar jamoat bo'ldi. Dördüncü, mensuplarining qimmat va prinsiplariga bo'lgan oidatini suiiste'mol qilganlar jamoat Allohning al-Qayyum ve el-Gani süpütüden üzüge rol biçip, her işini başkuruş ve üzüge yeterli işkellikini dava kılgıcılar cemaatat bulur. Beşinci, mümin kırındaşlarının işençini
qimmat va prinsiplarni kuchlantirish uchun ishlatgan üst qurilma jamoat o'zining kuchi va nufuzini oshirish uchun foydalangan üst qurilma jamoat bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, yani ikkisining farqi nima ekan desa, jamoat bilan jamoatning birinchisi manhaq deb turib bilish, ikkinchisi ummatning manfaati bilan jamoatning manfaati to'qnashib qolganda ummatning manfaatini oldi qurun qo'yganlar. Keyin boshqasi keyin qurun qo'ydi. Uchinchisi qo'lga kelgan imkon fursat ishlatgan layoqat ahli bo'lishning o'rniga jamoat ahli bo'lishni tanlaganlar, qayrimchilik qilganlar. Yani dördüncü mensuplarining qimmat va prinsiplarga bo'lgan oidatini suiiste'mol qilmaganlar jamoat Allohning al-Qayyum va al-G'ani sifatida o'ziga rol bichib, har ishni boshqarish va o'zi yetarli ekanligini da'volovchilar jamoat bo'ladi deydi. Barcha mo'min qarindoshlar ishonchini qimmat va prinsiplarni kuchlantirish uchun ishlatgan üst qurilma jamoat o'zini kuchlantirish va kuch nufuzini oshirish uchun foydalangan üst qurilma jamoat bo'ladi deydi. Qadrli qarindoshlar, endi kimi Kan'anning qalbida bo'lmasa, Kan'anmo kimining ichida bo'lmaydi degan mana mazmunni birlikda o'qinib o'timiz qadrli qarindoshlar. Oidiyat kitaptan ügengili bulunduğun narsa emas. Onu real turmuşdan ügengili bulundu. Aidiyetini ügütüdüğün mektep, aidiyeti boğan şəxsiyyətlərdir. Çünkü belik kölde yetilidir. İnsan külü şekillendirmeyi durup, insanı ictimai kirlerden paklaş kıyım. Aidiyetini erkillikten karşı kutubuğa caylaştırgan bir dünyanın neferleri aidiyet muhitidimi onu ügünüşte kıynalmakta. Bunun bilen bir qarashda aklımızda payda olan sebepler tüvenlikçe. Birinci, urunsuz gam endişige berilip gitiş. İkinci, terbiyelenip çıkışkı işençke emez, işenmezlik tesirge köp şuraş. Üçüncü, ten bahriman buluş ve mezkur ahlakın yoksun halda çoğun buluş. Dördüncü, mesuliyetsizlik ve pervasızlık karakterini özüge yoktur biliş. Yani bu selbi tesir ve karakterler bazı sığdırılgan ecirnimi bikağı ketkizvetkenden taşkırı ecir sığdırgüçülerini harguzmakta. Ecir koğuşlarını hareket keltirgen kımmet ve prinsipler boğandak ecir kılınğuçularının kımmet ve prinsiplerine ait buluşu bu işinin takazzası. Lakin bu iş her daim bundak bulmaydı. Hatta köpüncü vakitte bundak bulmaydı. Aidiyetini ümit kılganlarının vabasızlığa duçar boğan noktası del mana bu. Ömrünüzü bu işe bağışlaysınız, yüzünüz için bir nerse tamak kılmayız. Uxlavatqan an oyg'utup passib baldiki aqlni aktiv algı keltirsiz, passib iradini qandaq qilganda aktiv işletish haqidagi uslublarni üyütsiz. Lekin qan terinizni töküp ajr qilishi sizning ajringizni aqida qilib jiningizni pido qilgan qimmat va prinsiplar uchun qimmat yaratishning o'rniga şəxsi mənfəət üçün qimmat yaratışqa işenməkçi boludu. Mehnetsiz tirəşçılıqlardan faydalanğan insanlar prinsiplar üçün sundurgan əcir mərkəzlərini nima üçün körüvatqanlığının hesabını qılıb körüşü kerek. Məsələn, birinci aş üyü deb qaramdı, moşundaq düşünüb qalğanlar kelib yeydi və ketidu. Özünü hiç qandaq bir narsaga hiç qandaq şekilde qarzlar deb o'ylamaydi. Ularcha aş uyi ularning ishini tayyorlashga majbur bo'lib, qozonning nima bilan qaynaydiganligi ularning xiyoliga kirib chiqmaydi.
Meyli uçak otunu taştaş bolsun yoki meyli uçakka otunu taştaş bolsun yoki qozonni qo'ch bolsun, ularning hech qanday bir ish bilan kori bo'lmaydi va yordam qilmaydi. Faqat kelib, qarab o'ltirdi va yeydiganni yeb ketidi. İkinci aşpuzul deb qaramdi. Bu şekilde tushunib qolganlar yeydi va aşpuzulni bu şekilde tushunib qolganlar yeydi va haqqini to'laydi. Ular uchun oidiyat yaratadigan ajr markazlari bir aşpuzulga o'xshaydi. Ular pulini bergandan keyin xohlasam yeyman, xohlasam yemayman tushunchali bo'lib, oidiyat markaziy ajr qilguvchilarining qimmati ularning nazarida maoshliq aşpuzul kutkuchisining amgiki bilan teng. Agar tamoqning ishidan olim hadis biror tal qil tepib olsa, qozonni ustining beshiga ko'ygizishdan ayman megudek darajada terliga aylanadi. Yani bismillah. Bunda işlerini ben şu 92 yılı adi mektepki 93 yılı yazlık tatili qaytmagan vaqtimda Soğoz bilen Menjan xotin şu ben şunu yendik aşxonada ikkisi qattiq tutuşup uruşup ketdi. Betaxsi lag'manmi shunda tas chiqdi da. Ayından vay anchalarman go'yrolarman deb bo'rg'an bilan aşxonaning ichida Soğoza seyni qo'rib lag'manning ustiga eppamsa andiga Menjan va lag'manni tatib selib uni suzib elib taksiga lag'manning aqashini olmasa Soğozu quygan sey ustiga quygan bilan onundan keyin chiqib manda mehmonning oldiga qo'yilmagan vaqtda bu yerda bu bir ecir, bir güzel bir mahsulat ortaya çıkmaydı da. İkisi uğraşıp ketmezmi o Soğoz bilen Menjan. Menjan'ın kolu, Soğoz'un kolda ilaqı nime? Piçak şeydi. Menjan'ın kolu da çümüç. İkisi uğraşıp tas kaldı. Menjan'ı uğrayıp beşine ilaqı yakıt kıvet gibi. Ayında bir işlep ketken. Allah ikimiz o qarindaşlarımızın, o ustazlarımızın, ustularının günahlarını keçirsin. Belki hayatı bulan. Keyin mening inimge aşı aşxonada işlep ta'tilda qilib bo'lgandan keyin shada ishlayotgan bir usta bilan tanishib, inim shada o'ynaydigan bo'ldi. Shunda qilib inimizga şəhədə hünərini ügütüb, keyin özü aslı ustu olab, xoşansın işini tartıb, başlayıb, ügünüb, aydab ketkim. Demək eləqə, niməni 5-200 gidək deptiğim yerdə, aşpızıl dep qaramdı. Bu şəkildə düşünüb qalğanlar yeydi və haqqını tüləydi. Olar üçün aidat yaratıdığan əcir mərkəzləri bir aşpızıl oxşaydı. Dep aşpızıl isim kip qaldı. Olar pulunu bergəndikən xalısam yeymen, xalımsam yemeymen. Düşənçli olub, aidiyet mərkəzi əcir qılğucularının qimmeti, onların nəzərində maaşlıq aşpızıl kütükçüsünün əmgiki bilən tən. Əgər tamaqның işini alim hadis birər tal qıl tepi varsa, qazanını üstünün 5-200'den eymen mügidek derecede telvige aylını alaydı. Depti. Üçüncü öy süpütede küremdi. Muşundaq düşündüğanlar üzünümü şu ailenin bir azası dep qaraydı. Onlar ya öyünün ihtiyacını qamlaydıgan dada, ya ki tamaq tayyor qıldığan ana, ya ki dostluğan sıldığan hede, ve ya ki tamaqni dostluğanğa elib kildiğin aka ruldun birini tıllaydı. Her kızma şirik bulmaydı. Tən bəxriman buluşunu arzu qıldı. Yük buluşunun ornuğa yük toşuğucu buludu. Əcir qilishinin xeyrini tamaq yeyişinin lezzetini ala bildi. Ana qalbiga egi bo'lganlikdan yegini üçün emas, yegizganlik üçün tuydu ve xushal buludu.
Qadirli qarindoshlar. Mana bu igi bo'lishdir. Bu ularning shaxsiyatiga elib bormaydi. Ular o'zini dengizga tushgan bir tomchi deb biladi va o'zini men dengiz deyish haqqiga loyiq bo'ldi. Shundaqdimi ular o'zini men dengiz deyishdan haya qiladi. Hazreti Nuhning o'g'li Kenan dadasining "Ey o'g'lim, qaytib kel. Biz bilan birga kemaga chiqqan" degan chaqiriqni rad qildi. Chunki u o'zini kemaga oid deb qaramaydi. Ya'ni kema Kenanning qalbida yo'q edi. Bu sababdan Kenan kemining ichidan o'rin ololmaydi. Kemiga oid bo'lish uchun kemiga ajr singdirish kerak. U kemiga ajr singdirilmaganlik uchun kemiga chiqolmadi. Debdi qadirli qarindoshlar. Hamda bir oidiyat maktabi Darul Arqam degan tema bilan qadirli qarindoshlar bugungi Qur'on, ya'ni Facebook Qur'on halqamizdagi dersimizni tugatamiz. Bir oidiyat maktabi Darul Arqam. Darul Arqam deb atalgan öy Arqam bin Abil Arqamning uyi bo'lib, bu yigit Allah Rasulining ashaddiy dushmanlaridan bo'lgan Mahzum o'g'illari jamoatidan edi. Tunji Qur'on nasli bu uyni Darul Islam, İslami öy deb atagan bo'lib, tunji Qur'on nasli bu uyda yetishib chiqqan edi. Payg'ambarlikning oxirgi yillarida musulmonlarning soni necha 10 mingga yetgan bo'lsa-mu, eng cho'ng iymon harakatining eg'ir yukini o'shinsiga olganlar yanıla bu uyda yetishib chiqqanlar ichidan chiqqan edi. Bu uyda yetishib chiqqan Qur'on tarbiyalagan. Bu uyda yetishib chiqqanlarni Qur'on tarbiyalagan edi. Ularning voqea hodisaga bo'lgan qarashi, inkaslari va diniy tushunishi va aql ishlatish uslubi boshqa sahobalar qaraganda o'zgachadir. Agar ular Rasuldan keyingi bosqich butunlay Darul Arqamdan yetishib chiqilganlarning, ya'ni ularning voqea hodisaga bo'lgan qarashi, inkaslari, diniy tushunishi va aql ishlatish uslubi boshqa sahobalar qaraganda o'zgachadir. Agar Allah Resulü'nün keyinki bosqich butunlay Darul Arqamning yetib chiqqanlarning qo'li bilan idora qilingan bo'lsa edi, islom tarixining yo'nalishi boshqacha bo'ladi. Darul Arqam uchun kuchga ega bo'lgan narsa Madinadagi Darul Suffa uchun o'xshash edi. Madinadagi Darul Suffada ish taqsimoti va hamkorlik o'rgatilgan edi. O'zini ataganlar oidiyatlari taqozosi bilan uzoq bo'lishning halqib daraxtga aylanish, hujayralikdan inson bo'lish, nafar bo'lishdan shaxsiyat bo'lish bosqichiga o'tadi. Oidiyatning vojiblari bor. Bu vojiblarning eng oldida qo'shilish kelmoqda. Qatnashish, qo'shilg'uchi bilan qatilgan taraf orasidagi ko'rsatilgan, ya'ni qo'shilish deb qatnashish, qo'shilg'uchi bilan qatilgan taraf orasidagi hamkorlik harakati bo'lib, qatnashish ajr mehnatga ko'rsatgan hurmatning taqozosi. Qo'shilish yuk bo'lish emas, balki bo'shnisiga yuk elishdir. Qatnashish ovoz qo'shish, jonlilik, duo bo'lishdir, debdi qadirli qarindoshlar. Qatnashuvchi o'zini sirtda qoldirmaydi. Agar Kenan o'z holatida kemiga chiqqan bo'lsa, balki u har so'zini sizlarning keminglar deb boshlaydi. Chunki u o'zini bu kemiga oid deb qaramaydi. His qilmaydi. Kishi oidiyat his qilmagan narsani qabul qilmaydi, yoqtirmagan narsaga qo'shilmaydi. Oidiyatning vojiblarining yana biri manlarning bizga aylanishi bo'lib, buning uchun bizni to'g'ri yo'lga boshlagan ma'nosidagi ihtinas sirotil mustaqimdagi biz almishiga iymon etish shart. Oidiyat shartli bo'lgan
aidiye şartları bolgan, qılgan her qandaq yaxşı, aktiv yaxşılardan buluş gerek depdi. Yani adiyetin vaciplerden biri menlerinin bizge aylanişı bulup bunun üçün bizne toğru yolga başlığın ma'nisidagi ihtine sıratıl mustaqim dike yani biz na almışıga iman etiş şart. Aidiyet şartlarına qabul qilgan her qandaq yaxşı, aktiv yaxşılardan buluşu şart. Aidiyet kişini boysunquchidan belgilugüchiga, qimmat yaratquchiga aylandırdı. Eğer kişi qimmat qarashlarga ega bo'lsa, narsalarga xo'jayin bo'ladi. Qimmat qarashlarga ega bo'lmasa, narsalarga qul bo'ladi. Eğer kişi qimmat qarashga oid bo'lsa, vaqtni boshqaruvchi bo'ladi. Qimmat qarashga oid bo'lmaganlar vaqtga oid bo'ladi. Vaqtga oid bo'lg'uchilar zamonning boshqaruvchisi emas, uning eqinida aqqan narsaga aylanib qoladi. Kimki yani qimmat qarashga ega bo'lg'uchining o'ziga xos maydoni, nishoni, o'rni, kimligi va kishiligi bo'ladi. Yani 5 tane buyut. Nima ekan? Qimmat qarashga ega bo'lg'uchining o'ziga xos maydoni, nishoni, o'rni, kimligi va kishiligi bo'ladi. Qimmat qarashga oid bo'lg'uchini oid bo'lgan qimmat qarash yatqan yerida yatqizmaydi. Passiv holdan aktiv holga o'tadi. Boshqaruvchidan boshqaruvchiga mas'ul, maf'ul yani tayya holatidan fa'il yani qimmat yaratquchiga aylanadi. Deb qadrli qarindoshlar, qimmat qarashga oid bo'lg'uchini oid bo'lgan qimmat qarash yatqan yerda yatqizmaydi. Passiv holdan aktiv holga o'tadi. Boshqaruvchidan boshqaruvchiga maf'ul holatidan fa'ilga aylanadi. Degan mazmun bilan qadrli qarindoshlar, bu Facebook qura halkımızdaki 3A formulasiniki 3-lisi tugidi. Endi 3-cü bab aktiv yaxşı buluş üçün 3U formulası. Birinci ümit, ikincisi nemeke desenler uygulluk, mastishish, birincisi ümit, ikincisi uygulluk, mastishish, üçüncüsü ufukken. Yani birincisi ümit, 3U'nun birincisi ümit, İkincisi uygulluk yani mastishish, üçüncüsü ufuk. Yani 3U formulası pasif yaxşıdan aktif yaxşıga o'tishninki shunga kelib darsimiz tugidi qadrli qarindoshlar. Yani 141-betdan kelar soat boshlaymiz inshaalloh. Yani yakshanba vaqtimiz bo'lsa atina davomlashtiramiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi bu darsimizni bu kitaptan o'qigan mazmunlarni hayotimizga ishlashga, tadbiqlashga, uni hayotimizni tajriba qilib, o'zimizning narsaga aylantirib, passiv yaxshilikni tashlab, aktiv yaxshi bo'ladigan haqqoniyatni ko'ylaydigan, qo'llaydigan shunday kishilardan bo'lishga nisb qilsin. İnşallah atigacha omon bo'linglar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.